Assalamu alaykum YouTube'da podpисчикlerimiz. Xudo xolasa sizlarga Cobalt mashinamizni arzon narxda qo'yib beramiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Tan narxına keladigan bo'lsak 80 million so'm. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya bo'ladi. 4 bo'sh balonlar yaxshisidan qo'yilgan. İşler akuratli holatda, yurgan kilometrlari 138 ming kilometr yurgan, klapanlari ochilmagan. İşler ham zo'r holatda turibdi. Mashinamizga kelsak, mashina kraskasi bor. Bir bo'yinda oryan tarafında kraska bor. Avtokredit qilaman desangizlar, avtokredit mashinamizga 70 million kredit beradi. Oylik to'lovlari taxminan 3 million so'mdan chiqadi. Eldindan 10 million so'm pul berasizlar, notariuskayni o'zlaringiz qilib olasizlar. Kime kızık bo'ladigan bo'lsa, mashinamiz Qo'shko'pir avtoligida sotuvda turadi. Mashinamizni kreditda faqat Xorazm, Qoraqalpoq territoriyasiga berib bilamiz, viloyatlarga berib bilamiz. Shuni eldindan aytib o'taman. Lekin Cobalt o'ta akkuratli. İşi bir tarafında kraskasi bor, qolgan yeri 100% garantiya. Xudo xolasa bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Yurgan kilometr 138 ming kilometr yurgan, kilometrlaridan garantiya. Bemalol ustalaringizdan kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Mashinamizda udar yo'q. Azmaz kraskasi bo'laveradi deydigan bo'lsangiz 80 million so'mga berib beriladi. Mashinamiz 84 million so'mda turadi. Narxini arzonlatib 80 million so'mga tushirdik. Mashin pryamoy egadan. Bemalol kelaversa 24 soat ishda odam bo'ladi. Savdolashib, balkim yana naq pul bo'lsa, undan ham qaytib berishlari mumkin. Savdoni pryamoy ega bilan qilasizlar. Egalardan telefon qilib beramiz. Necha so'm beradigan bo'lsa, shu pulga biz mashinani berib beramiz. Hammalaringizga rahmat, hammalaringizni Qo'shko'pir avtoligida kutib qolamiz.